Skriningni yana bir turi bu homiladorlarda o'tkaziladigan skrining. Ya'ni har bitta homilador ayol farzandi sog'lom tug'iladimi yo'qmi, shuni tushunish uchun maxsus tekshiruvlardan o'tadi. Buni asosiy bosqichi bu ultratovush yordamida qilinadigan skrining. Ko'pchilik ayollar mana shu bosqichda tekshiruv to'xtatiladi, undan u yog'iga ketmaydi. Lekin aslida skriningni oxirigacha yetkazish kerak. Bizga juda ko'p murojaat qilishadi. Farzand nogironlik bilan tug'ilib bo'lgandan keyin surishtirsak, skrining oxirigacha yetkazilmagan bo'ladi. Aynan mana shu skrining natijasida homilada ma'lum bir kasallik bo'yicha xavf bo'lsa, uni qo'shimcha tekshirish kerak. Buni yoki invaziv yo'l bilan, ya'ni homila suv olib tekshirsa bo'ladi, yoki zamonaviy usullar yordamida noinvaziv, ya'ni homilador ayolning o'zini qonini olib tekshirsa bo'ladi. Buni NIPT, ya'ni noinvaziv prenatal test deydi. Mana shu usul yordamida aniq tushunib olsa bo'ladi, bolada genetik kasallik bo'ladimi yo'qmi. Qo'shimcha ma'lumotlar olish uchun bizga murojaat qilsangiz bo'ladi.